Qish qirovli kunlar yaqinlashgani sari aholining isitish vositalari, xususan ikkilamchi yoqilg'iga bo'lgan ehtiyoji ortadi. Mamlakatimizda tabiiy gaz yetib bormagan hududlarga ko'mir mahsulotlarini arzon narxlarda yetkazib berish tartibi yo'lga qo'yilgan. Bu jarayonda esa mas'uliyat ishonib topshirilganlarning hammasi ham halollik vaksinasi bilan emlanmagani huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan o'tkazilayotgan tadbirlarda fosh etilmoqda. Farg'onaga yuzlanmoqchimiz. Ehtiyojmand oilalarga yetkazilishi zarur bo'lgan mahsulotlarning yo'nalishi, manzilining o'zgarishini esa hech narsa bilan izohlab bo'lmaydi. Sovuq kunlarda aholi joniga oro kiritish, xonadonlarda bir me'yorda mo'tadil haroratni ta'minlashga ko'maklashish maqsadida hududiy omborlarga arzon narxlardagi ko'mir mahsulotlari yetkazilib, ular mahallalar kesimida yurtdoshlarimizga tarqatilmoqda. Lekin ushbu mahsulotlar o'z manziliga to'g'ri va aniq yetib boryaptimi? Ming afsuski, imtiyozli narxda yetkazilgan ko'mir kimlar uchundir o'lja bo'layotgani dilni xira qiladi. Ya'ni ko'mirlarni bozor narxida sotish orqali hissasini qappaytirib olish ilinjidagi shaxslar ham uchrab qolmoqda. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Farg'ona tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda ko'mir ta'minot mas'uliyati cheklangan jamiyatning Quvasoy ko'mir ombori mudiri va boshqalarning o'zaro til biriktirib, imtiyozli narxlarda aholiga sotish uchun ajratilgan 1284 tonna ko'mirni boshqa shaxslarga bozor narxida sotib yuborib o'zlashtirish yo'li bilan talon-toroj qilganliklari aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Bu kun Maftuna Mamasidek va Umidjon Rahimov, Farg'ona.